Yaxshi Matiz Base qidiruvchilar uchun boshlang'ich $600 bilan mana shu 2011-yilda ishlab chiqarilgan Matiz Base'imiz halollansa savdoga berilayotgan ekan akalar. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin akalar. Sirasi obzor qilib beramiz. Yili 2011 akalar, faralarni ko'rib turgan bo'lsangiz, yaxshi holatda motor ходовой korobkada hech qanaqa shu kelasiz o'tirasiz minas. 4 yaxshi baloni bor akalar, 4 ta eshigi shumka, salon qismiga kiradigan bo'lsa akalar, super konditsioner akalar, apshipirlar yaxshi holatda ko'rib turgan bo'lsangiz, yaxshi chexollar taqilgan. Purgilar soat uzunmamda qarovlari 350 ming atrofida yurgan ekan akalar. Mashinamiz mexanika ko'rib turgan bo'lsangiz, konditsionerlarigacha bor. Yaxshi pianin maytafonlarigacha bor, tepada Bradway-larigacha bor. Xudo xolis. Mashinada hech qanaqa ish yo'q. Orqalarini ko'rsatib o'tib ketdim mana. Orqalari vashsha akkuratni bo'lib turibdi. Xudo xolis. Imkon bo'lsa kelib ko'ring, haydab ko'ring, yoqsa baraka qilsangiz bo'ladi. Xo'p. Englandning orqasida metan gazlarigacha bor. Zo'r holatda mashina. Boshlang'ich $600 berasiz. Faqat Toshkent shahar, Toshkent yon atrofiga beraman deyapti. Oliy to'lov keladigan bo'lsa, shuni Telegram kanalimizga kirsanglar, oliy to'lovlar batafsil yozilgan. Xullas, Telegram nomerni qoldirdim, aloqaga chiqinglar.